tozalash siz uchun stress yoki anti-stress? Deydigan kelinni profillarini kuzatib o'zimga o'zim savol berdim. Mangachi? Manga stressmi yoki anti-stress? Sinab ko'ramiz. Oxirida xulosam shu bo'ldiki, yaxshi vosita bilan tozalashingiz bu anti-stress, lekin qancha tozalashingiz ham tozalaganingiz ko'rinmagani bu katta stress. Menga va meni yaqinlarimga anti-stress ulashayotgan bu Talalux vositasidir. Talalux bilan siz kir joylarni tozalaysiz, toza joylarni esa yaltiratasiz. U bilan uylaringizni tez, oson va asabga tegmasdan tozalab olasiz. Sizchi? Siz uchun tozalash bu stressmi yoki anti-stress? Kommentariyada yozib keting. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda bundan ham zo'r anti-stresslarni ko'ramiz.